Assalomu alaykum Anido mebel obunachilari. Bugun yana bir kuxnyamizni bitkizdik. Mana shu kuxny. Bu kuxnyda menga bitta yoqqan peshkalardan bittasi. Hop, eshigi bizga chigirtka mexanizm deymiz. Oxirigacha ochiladi. Hop. Bitta sushilka. Sushilkani endi qarang. Pastga bosib tushadi. Endi qarang, mo'yka, sushilka. Hop, bu eshik sizga boshingizga nima qilmaydi, tegib qolmaydi. Hop, idishni yuvgandan keyin bemalol yoniga olib qo'ysa bo'laveradi. Qulay yuvayotganda bemalol olib qo'ysa bo'laveradi. Undan keyin yana ko'tarsa tepaga ketaveradi. Hop. Shunaqangi holatlar uchun ajoyib yechim qilganmiz. Bu ham yangilik. Hop, aynalari reflonli aynalar bo'ldi, tilla profilli eshiklar. Eshiklar mumkin. Kimga shunaqangi mebellar zarur bo'ladigan bo'lsa, Anido mebel jamoasiga murojaat qilishlari mumkin. Chiroyli holatda, ko'ngillaringga yoqadigan shunaqangi go'zal qilib yasab bitkazib beramiz. Anido mebel jamoasi har doim sizlar uchun xizmatda. Bitta like bosish ishdan chiqmasin.